Assalamu alaykum, tordagi barliq kitob anglag'uchi do'stlar. Biz payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning tarjima holi yozilgan Shirin buloq degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda Uhud urushida payg'ambarimizning yaralangan yerlarini o'qib o'tgan edik. Endi davomini o'qiymiz. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning o'ldirilganligi to'g'risida yolg'on xabarning yamrab ketishi va uning yomon ta'siri. İbni Qoyima tentaklik bilan hiliqidek jar silib, bir necha daqiqa o'tmayla Rasululloh o'ldirilibdi degan xabar mushrik va musulmon hammaylarning orasida pur ketdi. Mana mushu paytda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan bir oz yiroq joylarda qo'rshovda qolgan sahobalardan nurg'unlarning irodasi bo'shab, ma'naviy ruhi yimirildi. Jangovarligi suvidi. Hatta ularning ichki qismida eg'ir chuvalchaqlik yuz berib, qalaymaqanchilik va davolg'ulish ko'rildi. Saplar buzildi. Biroq birla yaxshi yeri İbni Qoimaning bu e'lonining qisman ijobiy rolimi bo'ldi. Mushriklar maqsadimizga yetdik deb o'ylab, hujum shiddatini ostiltib, nurg'unlari qurol-yaroqlarining tig' uchini musulmon shahidlarning jasadlarini chepib parchalashga qaratdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning urushini davomlashtirib vaziyatni o'ngshishi. Mus'ab ibn Umayr raziyallohu anhu talobatga uchirgandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bayroqni Ali ibn Abu Talib raziyallohu anhuga topshirdi. Shuning bilan u qattiq urushdi va shu yerdagi boshqa sahobalarmo tangdossiz qahramonliklarni ko'rsatdi. Qattiq ilishib mudofiyada bo'ldi. Natijada payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yaqin yerda qapsilib qolgan qo'shinning hiniga yo'l ichib ilgirlayoldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularning qishiga yetib beribdi. Uni tunji qitim Kayb ibn Malik raziyallohu anhu ko'rib tunib oldi-da, xushalliqini bosolmay: "Ey musulmonlar, xo'sh xabar! Mana Rasululloh hayot ekan!" deb to'g'livatdi. Bu çağda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onunğa müşrikler onun bar yerini uqib qalmışsın üçün jim turishni işaret qildi. Amma bu avaz musulmonlarning hamsiga yetdi. Natijada uning atrofiga musulmonlar taraf-tarafdan yig'ilishga boshladi. Ko'zni yumib ochqucha 30 dak sahoba to'plandi. Bular to'planib bo'lgandan keyin Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam muntizim va tartibli holda tog' bag'ri tarafga chekinishga boshladi. U chekinish davomida mushriklarning qo'rshab zarba berguchi qismining o'ttirsidan yo'l ichib ilgirladi. Bu chaqda mushriklar hujumni kuchaytirib, chekinish yo'lini qattiq to'sgan bo'lsa-mu, lekin ular musulmonlar qo'shinining shiddatli hujumi oldida kalkunga uchirgan axlatdek supurilib ketdi. Mushrik chavandozlarning biri bo'lgan Osman ibn Abdullah ibn Mughira payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga hujum qilib, "U hayot qolg'icha mening o'lgunim yaxshi" deb ot choptirib keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga taqobil turmoqchi bo'lgan edi. Ungacha Osmonning eti o'zlari qo'lgan bir o'rak qopqonga kirib ketib yiqildi. Shuning bilan Haris ibn Simmat raziyallohu anhu uni otdan tortib yiqitib, putiga qilich urib o'tirg'izib qo'ydi. Ondan davomli dumbalab jinini ilib jahannamga uzatdi va uning qurol-yaroq at jabduqlari g'animat ilib payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning kaynidan yetdi. Shu asnoda Makka otliq qo'shinning yana bir askari bo'lgan Abdullah ibn Jabir o'qdek at choptirib kelib Haris ibn Simmat raziyallohu anhuga hujum qildi. U Harisning mursiga qilich urib uni eg'ir yaralantirayotganligi uchun musulmonlar Haris raziyallohu anhuni ko'tarib olishga majbur bo'ldi. Lekin qizil salilik Qaram palvon Abu Dujana kelishtirib bir qilich urib Abdullah ibn Jabirning qalbisini uchirib Mushundaq jiddiy urush bo'layotgan asnoda Qur'on Karimda ko'rsatilgandek musulmonlarni Alloh taolaning amrligi bo'lgan uyqu mugdak tutdi. Abu Talha raziyallohu anhu mundaq degan: "Men shu kuni uyqu mugdak tutganlarning biri edim. Hatto qo'limdagi qilichim bir necha qatim tushib ketdi. U tushib ketdi, men olaman. U tushib ketdi, men olaman. Shundoq necha qatim takrorlandi."
Mana mushundaq shir kabi jasorat va o'limdan qo'rqmas shijoat bilan bu ozg'ina qo'shin nihoyatda muntizim va tartibli chekinish usuli bilan tog' jilg'isiga yetib berib oldi va tengirqash ichida qolganlar uchun bu bexatar makonga yo'l ochildi. Natijada xeyli ko'p kishi bu joyga o'zini ilib, jinini joyladi. Qisqasi, Xolid ibn Validning jang taktikasi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning dona tadbiri oldida barbod bo'ldi. Ubay ibn Xalafning o'ldirilishi. İbn İshaq rahimahullah mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'zini tog' bag'riga elib olgandan keyin Ubay ibn Xalaf Muhammad sallallohu alayhi va sallam qani bugun yo u o'ludi yo men o'laman deb qattiq avzaylab qo'g'lab keldi. Bu chaqda kishilar ey Rasululloh uningga birimiz tushaylimi degaydi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam. To'xtanglar, uni men qo'yib beringlar dedi. Ubay ibn Xalaf texmo avzaylab yaqinlab kelibdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Haris ibn Simmat raziyallohu anhuning nayzisiga qo'l uzatdi va uni qo'liga ilib, shundoq qattiq silkinib qo'zg'aldiki, atrofda yiqiroq turganlarmi go'yo to'yga ko'pshinsa yuk ushqandek to'zib ketishdi. Ubay ibn Xalab kiyib olgan savut tümür kiyim bilan bosh qalpqi orlig'idagi yuchuqdan uning bo'yin so'ngiki dal ko'rindi. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hiliqi bo'shliqqa udulla birla nayza urvidi. U bu nayzining zarbisidan etidan necha dumlab yiqilib, necha turib, nihoyatda aloqsodlik ilkida qochdi. Shuning bilan u Quraysh bargohiga qaytib kelib, vaholanki, hiliqi nayza zarbisi uning bo'ynini azroqla zid qilgan bo'lib, qoni to'xtab qolgan edi. Azbroy Xudo Muhammad sallallohu alayhi va sallam meni hamon o'ltirdigan bo'ldi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam meni o'ltirdigan bo'ldi deb jo'ylashga boshladi. Ular Ubayga bir oz qo'rqib ketibsan, xolos. Alloh bilan qasamki, jarohating hargiz eg'ir emas degan bo'lsa-mu, u Muhammad sallallohu alayhi va sallam menga Makkada seni hamon o'ltirman degan edi. Uning tafsiloti mundaq. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Makkadagi vaqtida mazkur Ubay ibn Xalaf bilan uchrashib qolatida, u payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga: "Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, mening mavi itimga kunida bir iskat qo'noq berib beqiyotman. Uni minib seni o'ldirarman deyman" deydi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga: "Inshaalloh seni men o'ldirman" deb qo'yatdi. Shunga jazm qilamanki, agar u Muhammad sallallohu alayhi va sallam men qattiqroq birini tukursimi o'ltirdi dedi. Dar haqiqat Alloh taolaning dushmani bo'lgan bu mal'un urushdan qaytishda Sarib degan yerga kelganda halok bo'lib yiqildi. Abul Aswadning Urvadan naql qilgan bir so'zda mundaq deyilgan: u yo'l bo'yi kalidek hungrab, Alloh tova chaqirib mangan va nihoyatda xursinib, "Azbroy Xudo, agar mening hozirgi dard alamlarim zilmajaz ahliga tashlansa, ularning hammasi halok bo'lgan bo'ladi" degan. Mushriklar qo'zg'agan oxirgi hujum. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tog' jilg'isidagi qo'mondonlik o'rniga yetib berib olgandan keyin mushriklar eng oxirgi bir qitim keng ko'lamli hujum qo'zg'ab, musulmonlarning qoldiq kuchlarini tozalab yo'qotmoqchi bo'ldi. İbn İshaq rahimahullah mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir chaqda o'zini jilg'iga ilib turishiga, ushtumtut tog' ustida Xolid ibn Valid va Abu Sufyan ibn Harb boshchiligida bir bo'lak kishilar paydo bo'ldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bularni ko'rib: "Ey Alloh, ularni bizdan ustun qilmag'aysan" deb tilidi. Bularga qarshi Umar ibn Xattob raziyallohu anhu va muhojirlardan bir bo'lak kishilar hujum qo'zg'ab, oxir ularni tog'dan qo'g'lab tushirdi. Mag'azil Umavi degan kitobda zikri qilinishicha, bir chaqda mushriklar tog' ustida paydo bo'lgan. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Said raziyallohu anhuga:
ularni qo'rqitgin, ya'ni chekindirgin, degan. Said roziyallohu anhu uningga "Men yolg'iz ularni qandoq chekindirman?" deganda, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam iliqi gapini 3 yoki 4 qatim takrorlagan. Shuning bilan Said roziyallohu anhu yenidagi sodiqidan bir o'qni chiqarib ularning biriga rosa chanlab otgan. O'q naq tegib ulardan biri jahannamga yo'l olgan. Said roziyallohu anhu mundaq degan: "Ondan sadoqlarini aqtirib yana bir tal o'q topdim-da, uning bilan yana bir mushrikni jinidan judo qildim. Arqadan qo'limni tiqib sadoqdan yana bir tal o'q tepib, bir mushrikqa atgan edim, umi yer tishladi. Shuning bilan ularning hammasi tikivatdi. Men ko'nglimda bu chuqum muborak o'q ekan dedim va uni sadoqda saqlab qo'ydim. Iliq o'q u olamdan o'tganga qadar uning yanida saqlanib keldi." Said ibn Abi Waqqas raziyallohu anhu olamdan o'tgandan keyin iliq o'qni uning avlodlari saqlagan. Musulmon azmatlarning oxirgi bir nafsi qolg'ucha elishish irodasi. Mushu damlar, ya'ni jang oxirlashay deganda, musulmon azmatlarining davomli jangovar holatda turadiganligini va ularning Xudo yo'lida o'limni mansitmaydigan irodasining borligini aks ettiradigan mundaq ikki voqea yuz berdi. Birinchi, Kayb ibn Malik roziyallohu anhu mundaq deydi: "Men Uhud jangi oxirlashay deganda, mushriklarning musulmon shahidlarni parchalab, inson qalbidan chiqqan vahshiyona qilmishni sodir qilayotganligini ko'rdimda, o'rnimdan turib jang maydonining u chetiga o'tdim. U yerda bir mushrik musulmon shahidlarni aralab yurib ularga: 'Puti chetilgan qo'ydak tayyor yetinglar' degan. Ularning saud dubulg'alarini yig'ib etibdi. Uningdan yiroq bo'lmagan yerda bir musulmon dubulg'isini yuziga tashlab uning kelishini kutib yetibdi. Shunga men uning keynidirek o'tib, har ikki tarafni kuzatdim. Qaramoqqa mushrik taraf musulmondan ko'p ustun ko'rinatdi. Men ulardan nazarimni uzmay qarab turdim. Hatto bir chaqda ular oxir tutishib qoldi. Va iliq musulmon qovul bastik kelgan mushrikni bir qilich uribla sag'risigacha pichib, ikki parcha qilib tashlavetdi. Ondan yuzini ichib: "Qandaqroq ey Kavib, mana men akang qarg'ay Abu Dujana" dedi. Ikkinchi, urush oxirlashgandan keyin bir muncha musulmon ayollar jang maydoniga yetib keldi. Anas roziyallohu anhu mundaq degan: "Men Oyisha, Abu Bakrning qizi va Ummu Sulaym roziyallohu anhumalarning put qo'llarini shimoylab, suv tulumlarini yudib, suv akilib, yaralangan va holidan ketganlarning eg'iziga suv temitayotganligini, suv tugisa yana berib akilib, yaralarga berayotganligini ko'rdim." Umar ibn Xattob roziyallohu anhu: "Ummu Salid ayol Uhud kuni bizga tulumda yudib suv to'shib beratdi" degan edi. Mana bu botur onalar ichida Ummu Ayman roziyallohu anhuma bor edi. U aslida Madinada qolgan bo'lib, qisman musulmonlarning Madinaga qochib kirayotganligini ko'rib qattiq ichindi va ularning yuziga to'pa chechib: "Mingish, tezdan uyingga kirib, yip yingna va yip choqlarni qo'lingga elish. Qilishni bizga ber, urushga biz chiqimiz" deb ayibladi. Ondan u intayin tez surat bilan yo'l yurib, Uhud tog'i jang maydoniga yetib kelgan edi va musulmon ayollar bilan birlikda yoridor va holsizlarga suv berish ishini boshlab etgan edi. Ushtumtut uningga Habban ibn Arqa ismli bir mushrik o'q etib yiqitibdi. Bu chaqda u kiyimidan ayrilib yalang'ochlanib qoldi. Xudoning dushmani Habban buni ko'rib kulib, valiqi yerilib ketdi. Uning yo'lsizligi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qattiq eg'ri kelgan cheg'i u yenidan bir tal tig'siz o'qni Said roziyallohu anhuga uzatib: "Mana buni av ablaqqa ot" dedi. Uni Said roziyallohu anhu qo'liga ilib atqaydi, o'q dal Habbaning yuragiga sanjilib uni yiqitdi. U uyan buyan puchilinib mo'zaydek yalang'ochlanib qoldi. Buni ko'rib payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kulib soldi. Kulgandimu qaqoqlab kuldi. Ondan: "Yaraysan Said, uning qisosini ilib berding. Alloh duoyingni ijobat qilsin" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bargohda. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tog' jilg'isidagi bargohga qaytib borgandan keyin Ali ibn Abu Talib roziyallohu anhu chiqib beshidagi dubulg'a bilan mehroz cho'ng tosh qacha, ya'ni
bir sözde Uhud jilg'isidagi suvning nomidan uning ichishi uchun suv keltirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem suni qo'liga ilib içmekçi bo'lgan edi. Suning betpo'y puruqi uni seskendirib qo'ygan cheg'i suni içmey qaytirib etdi ve u suv bilan chiroydagi qonning qoldiqlari ve beshini yuvib etib o'z payg'ambarining bosh ko'zlarini qonga bo'ygan kishilarga Alloh taolaning g'azabi qattiq bo'lsin dedi. Sahil roziyallohu anhu mundaq degan: Qasam qilib aytmanki, men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning beshidagi qonlarni kimning yuğanligini, kimning suv quyib berganligini va nima bilan dorilanganligini obdan bilaman. Fatima roziyallohu anha yuğan edi. Ali ibn Abu Talib roziyallohu anhu beshidagi dubulg'isi bilan suv akilib quyib bergan edi. Fatima roziyallohu anha bargan siri jarohatning g'ansirayotganligini ko'rib bo'ridan azroq ilib ko'ydirib jarohatga bosdi. Shuning bilan qon to'xtadi. Shu orliqda Muhammad ibn Maslama roziyallohu anhu berib tatliq so'g'uq suvdan tepib kelgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u suvdan ichib Muhammad ibn Maslama roziyallohu anhuga xayrlik bilan duo qildi. Andın uning yaralangan a'zolari qattiq og'rib ketganlikdan peshin namozini o'ltirib o'qidi va musulmonlarni o'ltirib iqtido qildi. Abu Sufyanning urush oxirlashgandan keyingi masxara kulkisi va Umar roziyallohu anhu bilan javoblashganligi. Mushriklarning qaytish tayyorligi bitgandan keyin Abu Sufyan taqqa chiqib ullik ovozda Muhammad sallallohu alayhi va sallam bormi deb to'ladi. Musulmonlar uningga javob qaytarmay jimjit turishdi. Shuning bilan u Ibn Abi Quhafa, ya'ni Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning kuniti bormi deb to'ladi. Ko'pchilik yana jim turishdi. Ondan yana Umar ibn Xattobchu deb to'lg'aydi, hech sado chiqmadi. Aslida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularni Abu Sufyonga javob qaytarishdan to'sqa edi. Abu Sufyan va uning odamlari islom mushu 3 kishi bilan barpo bo'lib turdi deganni bilgachga, uning avval mushlarni so'rashi muqarrar edi. Bu chaqda Abu Sufyan: "Ha, yaxshi, bularning hammasi tugabdi" dedi. Buni anglagan Umar roziyallohu anhu o'zini tutolmay: "Ey Xudoning dushmani, sen tilga olganlarning hammasi texi hayot. Alloh sening adabingni berdiganlarni yanala hayot qo'ydi" deb javob qaytardi. Andın Abu Sufyan: "Sizlarning o'liklaringlar parchalanib tashlanibdi. Men bunda qilishga buyurmagan, ham qayg'uribmi ketmadim" dedi va o'lik holda. Uqlu Hubul butning ismi. Uqlu Hubul, "Yasha Hubul, yasha Hubul" deyishga boshladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam buni anglab, "Uningga javob qaytarmamsizlar" dedi. Sahobalar: "Nim deb javob berimiz" degaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga qarashdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Alloh oliy ham ulug' deb javob beringlar" dedi. Ondan yana Abu Sufyan: "Bizga uzroh iloh bor, sizlarga uzroh iloh yo'q" degaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Uningga javob qaytaringlar" dedi. Sahobalar: "Nima deb javob qaytaramiz" degaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Alloh bizning egimiz. Senlar qolding egisiz" danglar dedi. Ondan Abu Sufyan yana: "Bugun nihoyat obda ish bo'ldi. Badr urushdagi intiqomimizni oldik. G'alaba degan bir kun menga, bir kun sana yuzlandi. Mana bugun tapitang bo'ldi" degaydi. Buningga Umar roziyallohu anhu javob qaytarib: "Hargiz tang emas. Bizning shehid bo'lgan qarindoshlarimiz jannatda bo'ladi. Sizlarning taplaringlar davzixi bo'ladi" dedi. Yuqorqi keskin munozara va javoblashishdan keyin Abu Sufyan Umar roziyallohu anhuga: "Bu yoqqa kel, ey Umar" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Umar roziyallohu anhuga: "Berib qarab boqqin, nima gapi borkin" dedi. Umar roziyallohu anhu Abu Sufyonga yaqin berdi. Abu Sufyan: "Ey Umar, men sendan Allohni orqa silib turib so'rab boqay. Biz Muhammadni sallallohu alayhi va sallamni o'ldirdikmi yo'q" deb so'radi. Umar roziyallohu anhu:
Allah bilan qasamki, hargiz undaq ish yo'q. U shu topda sening mushu gaplaringni anglab turdi, deb javob berdi. Abu Sufyan: "Mening nazarimda sen İbni Qoimadan rostchil ham ishonchlik, sening gapingga ishonaman", dedi. Bedirde uchrashishga og'zaki putishish. İbni İshaq rahimahullah mundaq deydi. Abu Sufyan ve onun adamları tağdan düşüş aldıda jakartisi arqılıq toğlab, sizlerge deydigan gap, kelar yili Bedirde uchrashimiz degan edi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yenidiraq turgan bir sahabisiga: "Buludu, bu her ishkimizga va'da bo'lsin", dedi. Mushriklarning harakat nishonini kuzatish. Mazkur va'da og'zaki putishib Abu Sufyan bargohga qaytgandan keyin Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhuga: "Sen dushmanning orqasidan chiqib, ularning nima ish qilayotganligini va nima ish qilmoqchi bo'lganligini nazorat qilgin. Ular otni yonga elib, to'giga minib mangan bo'lsa, udul Makkaga mangan bo'ldi. Navoda otlarga minishib, to'gilarini bekor haydab minishgan bo'lsa, chuqum Madinani nishonlab mangan bo'ladi. Allah bilan qasamki, agar ular Madinaga mangan bo'lsa, keyindan qo'g'lab kirib oxirgi nafasgacha ilishiman", deb uni mushriklardan xabar o'qib kelishga avatdi. Ali roziyallohu anhu mundaq degan: "Shuning bilan men mushriklarning keyindan chiqib ularning harakatini kuzatdim. Ular otni yetilab, to'gilariga minib Makkaga qarab yurib ketishdi." Şehitler ve yardırlarının izlerigini iliş. Quraysh mushrikleri Uhud təbəsidən çıxıb ketgəndən keyin musulmonlar şehitler ve yardırlarının izlerigini ilişqa başladı. Zayd ibn Sabit raziyallahu anhu mundaq deydi: "Şu kuni Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin meni Said ibn Rabi raziyallahu anhuni izləşkə əvətdi və onu körsən məndən salam degin, həmdə onunğa Rasulullah senden qandaqraq deb soraydı degin", dedi. Şunun bilan men jasadlar orasini aralab yurib oxir uni topdim. Vaholanki u oxirgi nafasga tushib qolgan ekan. Uning badanidan nayza urilgan, qilich kesgan va o'q tekkan jarohat bo'lib, 70 necha yer o'xshamagan darajada yaralangan ekan. Uningga dedimki: "Ey Said, Rasulullah sana salom yo'lladi va aytdiki, ahvoling qandaqroq, menga aytqin." Said raziyallohu anhu nəhayət tüvən avazda: "Rasulullahqa salam bo'lsin. Uning aytib qo'yginki: Ey Rasulullah, men jannatning hidini puravatman. Qavmim ansarlarga yetkizib qo'yginki, sizlarning ko'zinglar medirlabla turadi ekan. Rasulullah bilan pishganlikka yo'liqib qolsa, qiyomat kuni Allohning oldida o'zinglarni aqlashga yuzinglar qolmaydi", dedi-de shu hamon jon uzdi. Sahabeler yana yardarlar arasida Üseyrem raziyallahu anhu kalti şemşer asli ismi Amru ibn Sabitni tapdı. Umu can üzish aldida turvatdi. Musulmonlar uni bundan ilgari ko'p qitim islomga da'vat qilgan bo'lsa-mu, u rad qilib kelgan edi. Shunga ular o'zaro g'ulg'ula qilishib: "Usayramni bu yerga kim elib kelgandi? Biz uni Madinaga tashlab chiqqanda uning buduniga inkori xil kuchli edi", deyishdi. Ondan uningdan so'rab ko'rdi: "Seni bu yerga nima elib keldi? O'z xalqing deb chiqdingmi yoki islom diniga qiziqib, uni qo'g'dash uchun chiqdingmi?" deyishdi. Usayram: "Albatta islom diniga bo'lgan rag'batim meni bu yerga elib chiqdi. Men Allohga va Allohning payg'ambariga iymon keltirdim. Ondan Rasulullohning safida turib jang qildim. Oxir musholga kelib yotdim", dedi-de gapi oxirlashmay turibla jon uzdi. Bu ahvol Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga xabar qilinibdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "U ahli jannati", dedi. Abu Hurayra roziyallohu anhu mundaq degan: "U 2 rakat namoz o'qib Allohga bosh qo'yib sajda qilib baxmagan edi." Şehitler arasida Bani Sulaba Yahudilerden bir kişinin jasadi bayqaldi. U o'z qavmiga: "Ey Yahudilar jamoasi, Allah bilan qasamki, sizlar bilisizlar, Muhammadga sallallohu alayhi va sallamga yordam berish zimmanglarga majburiyat", degan. Ular javob berib: "Degining rost, lekin bugun kungi shanba", deyishgan. Shunga u qilich va boshqa yaroqlarini elib: "Agar men jangda musibatga uchirsam, mening barliq mol-mulkim
Muhammed sallallahu alayhi ve sellemge mensub. U bu menimni özü xalğancha tasarruf qilsin deb qo'yib, tong saharda otlanib jang maydoniga chiqib urushib, oxiri mushriklar tarafidan o'ldirilib tashlangan. Uning haqida payg'ambar sallallohu alayhi ve sellem muhayriq yahudilarning yaxshisi deydi. Şehitlerinin cemlenip defne kılınışı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şehitlerge bir-birlep qarab çıktı. Andın mundaq dedi. Men bularga guahman. Kimki Allah'ın yolunda yarlandiken, Allah onu kıyamet günü yarısı kan tökken halda tirildurdu. Kanın rengi kızıl, ama onun içbarının hidi purap turudu. Sahabilerinin bazısı baxtsizlik uçurgan uruq tuqqan yar buraderlerini Medine'ye yütkep kelgeydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şehitlerini öz cayıga qaytırıp, tere, tümür degendek qo'shimcha kiyimlerini saldırıp etip, asli kiyim bilenla yuyup taramay yıkılgan yeriga defini qilishga buyurdi. 2-3 kishi bir qabriga qo'yildi. Hatta bir kepenge 2 kishi ilishqimi to'g'ri keldi. Bu chaqda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ularning qaysisi Qur'onni ko'proq yodqa biladi deb so'raydi. Ular palani deb birini ko'rsatsa, shuni lahatga burun qo'yadi va qiyomatda men bularga guvohchi bo'laman deydi. Abdullah ibn Amru ibn Harom bilan Amru ibn Jamuh roziyallohu anhuma o'rtasida quyuq do'stlik munosabati bo'lg'achqa, bu ikki do'st bir qabriga qo'yildi. Sahobalar yana jasadlar orasidan Hanzala ibn Amir raziyallohu anhuning jasadini topolmay ko'p izladi. Oxir bir chaqda uni bir to'pilikdan badindan suv tomchilab turgan holatda uchratdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularga Hanzala raziyallohu anhuni farishtalar g'usl qildirib qo'yganligini xabar qildi. Ondan keyin uning ahvolini, uning ahlisini so'rab beqinglar dedi. Kishilar uning ahlisini so'ragaydi. U Hanzala Cinabatda idi. U jang chaqirini olgandan keyin g'usl qilishga ulgurolmay chiqib ketgan dedi. Shu vajidan Hanzala farishtalar g'usl qildirgan odam deb ataldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'z tog'isi ham imildosh qarindishi Hamza ibn Abdul Muttallib roziyallohu anhuni ko'rganda nihoyat qayg'urdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hamisi Safiye raziyallahu anha, Hamza raziyallahu anhu'nun hemşirisi kilip, qeyrindishi Hamza raziyallahu anhu'nu körüp almakçı buluvidi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun oğlu Zubeyr ibn Avvam raziyallahu anhu'nu buyurup, ananı qaytırıp ketkin, qeyrindishinin içiniş halini körüp kalmısın, dedi. Bu çağda Safiye raziyallahu anha, neymişin körmügedekmen? Anlaşımca o parçalanıp, muslah qılınıptı. Bunun hemisi Allah yolunda kelgen musibet. Allah üçün biz hemmege razı. Men inşallah özümü tutuvalmen ve savab ümit qılımen. Dedi de kelip, Hamza raziyallahu anhuni en ahirki bir qıttim körüp aldı ve onunla dua qılıp istirca etti ve mağfiret diledi. Andın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hamza raziyallahu anhuni hemşirisinin oğlu Abdullah ibn Cehşi raziyallahu anhu bilen bir qabriga defne qilishga buyurdi. Abdullah ibn Mas'ud raziyallahu anhu mundaq degan: Biz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin tağısı Hamza ibn Abdul Muttallib raziyallahu anhuga yığılğındek yana birovga yığılğanligini ko'rmagan edik. U Hamzani qibliga qo'yib, jasadning putida turib buqildab yig'lab ketdi, hattoki ho'ngrab tashladi. Şehitlerinin qatar yatqan ko'rinishi intayin ichinishli ham fojialik bo'lib, yurakni ezatdi. Xabbab raziyallohu anhu mundaq degan: Hamza raziyallohu anhuga faqat oddiy bir tal to'n chapandan boshqa kepallik tepilmadi. Uni bilan bosh tarafi yo'galsa oyoq tarafi ichilib qoladi. Oyoq tarafi yo'galsa bosh tarafi ichilib qoladi. Oxir bo'lmay kiyim uning bosh tarafiga tortilib, oyoq tarafiga izhir o'simlik nomi paxli qo'yildi. Keyingi kunlarda Abdurrahman ibn Avf raziyallohu anhu mundaq deb bergan edi. Mus'ab ibn Umayr raziyallohu anhu mu talobatga uchirdi. U mendan ko'p yaxshi kishi edi.
u birla tonday kepelnetdi. U onun beshiga yepilsa puti uchiq qolatdi, putiga yepilsa beshi uchiq qolatdi. Xabbab roziyallohu anhuning rivoyatidami shunga o'xshash bayonlar bor. Uningdan boshqa yana bu chaqda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga u kiyim bilan uning beshini yo'ganglar, putiga izhir paxli silinglar dedi deyilgan edi. Shunda qilib bu qitimliq kitob o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Kelar qitim ko'rishaylik, xayr xo'sh, Allohga omonat. Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning tarjimaholi yozilgan She'rim buloq degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda Badr urushi jarayonini o'qib o'tgan edik hamda Badr urushi jarayonidagi shahidlar va yordorlarning izlarini elish, shahidlarning jamlanib dafn qilinishi qatorliq voqealarni bilib o'tdik. Endi davomini o'qiymiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Parvardigor taologa sano aytib duo qilganligi. İmam Ahmad rahimahullah naql qilgan bir hadisda mundaq deyilgan. Uhud jəңi kuni urush oxirlashib, mushriklar o'z yo'liga ravon bo'lib edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalariga: "Sabki kelinglar, men Allohga sano aytib olay" dedi. Shuning bilan ular payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning keynida sap bo'lib turdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Ey Allah, cimi hamdu sana sana mansubdur. Ey Allah, sen keng qo'yvatganni yig'ib qo'rg'uchi yo'qdir. Sen yig'ib olganni qo'yvatguchi yo'qdir. Sen ozdurganni hidoyat qilg'uchi yo'qdir. Sen hidoyat qilganni kishi ozdurolmaydi. Sen bermaganni berguchi yo'qdir. Sen berganni kishi to'solmaydi. Sen yiroq qilganni yaqin qilg'uchi yo'qdir. Sen yaqin qilganni hech kishi yiroqlashtirolmaydi. Ey Allah, bizga barkatlaringni, rahmatingni, fazli karimingni va rizqi in'omingni keng qilgin. Ey Allah, men sendin to'zimaydigan, yo'qolmaydigan muqim ne'mat tilayman. Ey Allah, men seningdin qiyin kunlarda yordam berishingni, xavf-xatarlardan amon qilishingni tilayman. Ey Allah, men sendin bizga ato qilgan va yoki atoyingdan saqit qilgan narsalarning yomonligidan panoh tilayman. Ey Allah, bizga iymonni yaxshi ko'rsatgin, dillarimizni iymon bilan zinnatligin, bizga kufrni, pisqi fujurni va gunoh ma'siyatlarni sen yomon ko'rsatgin va bizlarni tavfiq, hidoyat topquchilardan qilgin. Amin. Ey Allah, bizni vafot qildursangmu, musulmon holatda vafot qildirgin. Hayot qo'ysangmu, musulmon holatda hayot qo'ygin. Bizni rasvoyi jahon qilmag'in, ziyon tortmagan va fitna fasodlarga mubtalo bo'lmagan holatda solih, yaxshilarni yetishtirgin. Sen haqqoniy ilohdursan deb tiladi. Madinaga qaytish, do'stlik va fidokorlik ruhi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shahidlarni dafn qilish va Alloh taologa hamdu sano aytishlardan forig' bo'lgandan keyin Madinaga qarab yo'l oldi. U jang maydonida musulmon azmatlardan ajoyib sadoqat va mislisiz fidokorliklarni ko'rganidek, Madinaga yetib kelganida samimiy sodiq musulmon ayollardan insonlar tabiatida kam ko'riladigan mehri muhabbat va o'zini unutgan fidokorlik ruhini his qildi. Hamna binti Jahshi roziyallohu anha payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldiga hol so'rab chiqqan edi. Yo'l ustida uning qeyrindishi Abdullah ibn Jahshi roziyallohu anhuning musibat xabari uqtirildi. Hamna buni anglab istirja, biz Allohning ilkidadurmiz, Allohning dargohiga qaytimiz dedi va mag'firat tiladi. Arqadan uning ana taraf tag'isi Hamza ibn Abdul Muttallib roziyallohu anhuning o'limi xabar qilinibdi, yana istirja etdi va mag'firat tiladi.
Andın onun eri Mus'ab ibn Umayr raziyallahu anhu'ningmi musibatga uchirganligi yetkazildi, u to'g'lab tashildi va yig'lab ketdi. Bu chaqda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ayol kishining qalbida uning eri chunqur o'rin olgan bo'ludi dedi. Bani Dinar cemaatidan bir ayol mujohidlarning oldiga chiqqan edi. Bu qitimqi urushda uning eri, bir tuqqan qarindishi hamda otasi qator shahid bo'lib ketgan edi. U ahvolni bilgandan keyin Rasulullohning ahvoli qandoq bo'ldi deb so'radi. Kishilar uningga yaxshi, ey hamshiram, Allohga shukri, u siz orzu qilganingizdek yaxshi turyotidi degan edi u. Rasulullohning qishig'a meni boshlab beringlar. Men uni o'z ko'zim bilan bir ko'ray dedi. Uningga payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ko'rsatib qo'yildi. U sen hayotli bo'lsanglar, har qancha musibat hech qancha, ya'ni musibat emas dedi. Allah u ayoldan rozi bo'lsin. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Madinaga qaytib kelibdi. Said ibn Ma'az raziyallohu anhuning onasi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldiga yugurib chiqdi. Bu chaqda Said raziyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning etining chulvurini tutib ketayotdi. Said raziyallohu anhu onasini ko'rib, "Ey Rasululloh, onam!" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni qarshi olamiz dedi va uningga to'xtab turdi. U xotin yiqilib kelibdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga o'g'li Amru ibn Ma'az raziyallohu anhu to'g'riliq tasalli berdi. U xotin, "Ey Rasululloh, sening sog' salomat qaytib kelganingni ko'rib, barliq musibatni hech nima sanamadim" dedi. Ondan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Uhud jang maydonida shahid bo'lganlarning oila tavobatlariga duo qildi. U mundaq dedi: "Ey Saidning onasi, sizga va barliq shahidlarning ahli avlodlariga xush xabarki, ularning musibatga uchragan hamma qarindoshlari bir yerga jam bo'lishdi va hammasi o'z ahliga shafaat qiladigan martabaga erishdi." Said roziyallohu anhuning onasi buni anglab, "Biz rozi bo'ldik. Ey Rasululloh, buni anglab turib ularga yana kimmi yig'lisin?" dedi. Ondan u yana, "Ey Rasululloh, shehidlarning ahli balichaqlariga duo qilsizlar" degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, "Ey Alloh, musibat egalarining qalbidan g'am qayg'ularni ketkizgin, ularning musibat dard alamini yeniklatgin, varislarga yaxshi izbosar ato qilgin" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Madinada. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shu kuni, ya'ni Hijriyaning 3-yili Shavvolning 7-kuni shanba kech zavol bilan Madinaga yetib keldi. U uyiga yetib kelibla qizi Fatima roziyallohu anhoga qilishni uzutib, "Qizim, buningdan qonlarni yuyivet. U bugun menga bek asqatdi" dedi. Onunğa yana Ali ibn Abu Talib raziyallohu anhu qilichini uzutdi. "Buni ham yuyiveting. Allah bilan qasamki, bu menga bugun bek asqatdi" degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam onunğa, "Sen bugun urushda subatliq bilan jang qilib asqatgandek, Sahil ibn Hunayf va Abu Dujanalarmo bek asqatdi" dedi. İkki tarafdan chiqim bo'lganlar. Uhud jangiga oid rivoyatlarning hammasi shuningga birlikka keldiki, bu jangda musulmonlar tarafdan chiqim bo'lganlarning umumiy soni 70 kishi bo'lib, mutlaq ko'p qismi ansarlardan edi. Ular jami 65 kishi bo'lib, 11 Xazraj ansarlaridan, 24 Avis ansarlaridan edi. Qolgan 5 kishining biri Yahudilardan, 4 muhojirlardan edi. Ammo mushriklar tarafdan o'lganlarning soni Ibn Ishoq rahimahullohning zikri qilishicha faqat 22 odam ekan. Lekin inchikilab statistikliganda mushu jangga oid tarixshunoslarning naqllariga va har qaysi jang nuqtalarida mushriklar tarafdan yer tishlaganlarning ahvoli zikr qilingan vasiqalarga asoslanganda, ulardan o'lganlarning soni 22 emas, balki 35 kishi ekanligi ma'lum. Haqiqatiga Allah Taala o'zi olimdir. Madinada jiddiy holat yurgizilishi.
Musulmonlar Madinaga qaytib kelib, shu kechini, ya'ni Hijriyaning 3-yili Shavvolning 8-kuni yakshanba yo'raydigan kechini jiddiy holatda o'tkazdi. Ular bütün bir kecha o'zlarining qattiq charchab harg'anliklariga, jarohat va yoralarining taqatsiz og'riyotganliklariga qaramay, Madina yo'l eg'izlari va kirish o'tanglarida qarovullikda turib chiqdi. Bulupmu Ali baş qo'mondan Muhammadun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni qo'g'dab, bidor turib qarovullik qildi. Chunki bugun har xil ehtimolliklarning yuz berishini chetga qoqilib bo'lmaydi. Hamraul Asad urushi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam garchi uyga kirib aram ilayotgan bo'lsa-mu, lekin u kechicha hozirgi vaziyat to'g'risida o'ylanib, toki saharga qadar kirib qaqmadi. U kechidan beri navoda mushriklar jang maydonida qo'lga keltirgan g'alaba va ustunligidan to'liq foydalanolmaganligini his qilib, aldirab Makkaga qaytganligiga pushaymon qilishib qolsa, Madinaga qayta hujum qilish uchun yarim yo'ldan yenib kelishi mumkinligi to'g'risida o'ylandi. Şoňa u köp oýlanyp ahir Mekke qoşunyga qarata qo'g'lab zarba berish hareketini qo'zg'ash qaroriga keldi. Tarixshunoslar shundoq xulosaladiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam keyingi kuni tong saharda, ya'ni Hijriyaning 3-yili Shavvolning 8-kuni yakshanba saharda musulmonlarga e'lon chiqarib, ularni dushmanga qo'g'lab zarba berishga chaqirdi. U atlanish oldida biz bilan faqat Uhud urushiga qatnashganlarla chiqsin degan edi. Darhol Abdullah ibn Ubay, "Men chiqmanmu ya Rasululloh" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uning talabini "Bo'lmaydi" deb uzatdi. Musulmonlar umumyuzlik harakatga kelib, yara jahoratlarini tingib, har tarafdan yig'ayotgan xavf-xatar vahimasiga pisand qilmay, uning chaqirig'iga ovoz qo'shdi va hammasi birdek qilib, "So'zingni anglaymiz, ham itoat qilamiz" deyishdi. Bu qitim Jabir ibn Abdullah raziyallohu anhu kelib, "Ey Rasululloh, men sen qo'zg'agan har qanday harakatga qatnashishni chin dilimdan orzu qilatdim. Biroq bu qitim otam meni qizlariga qarashga qoldirib qo'ygan edi. Shunga Uhud jangiga qatnasholmadim. Menga ijozat qilsang, sen bilan birga chiqsam" degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga ruxsat qildi. Andin payg'ambar sallallohu alayhi va sallam musulmonlarni boshlab Madinadan yo'lga chiqdi. Ular davomli ilgarilab Hamraul Asad Madinadan 15 kilometr ko'proq keladi degan joyga berib tushib, mushu yerga qaroqoh tikdi va gazarma ta'sis qildi. Dal mushu paytda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qishig'a Maibat ibn Abi Maibat Xuzai kelib musulmon bo'ldi va "Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, Alloh bilan qasamki, sana kelgan bu kelishmaslik bizga bekmu eg'ir keldi. Alloh sog' salomatlik ato qilsin deb orzu qildik" deb tasalli etdi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni Abu Sufyonning kaynidan yetib berib, uni siyosiy hujum bilan qo'rqitib urkitishga buyurdi. Shundoq Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning mushriklar qo'shunining yarim yo'ldan qaytib kelib, Madinaga hujum qilish xiyolida bo'lishidan ansirgini hargizmi ortiqcha o'ylab ketganlik emas edi. Haqiqatan ular Madinadan 36 mil, 58 kilometrdek yo'l yurib, Ravha degan joyga tushgandan keyin o'zaro tapa malomat qilishib, "Hech ish qila olmay keldik. Faqat shon shavkitinla yerga uraladik. Xolos. Ondan yana tashlab keldik. Halbuki ularning orasida bizga qarshi odam to'pyalug'dek kishilar yana qilib qoldi. Shunga kaynimizga inishimiz kerak va ularni talto'kis yo'qotishimiz kerak" deb davron silishdi. Qaraganda bu fikir har ikki tarafning harbiy iqtidorini va ma'naviy kuchini degandek yaxshi mo'ljalab ketilmaydigan porrakchi kishilar tarafidan mundaqcha o'tirg'a qo'yilgan yuzaki so'zlar qiladi. Shunga bu fikrga qo'shin qo'mondoni Savfon ibn Umayya darhol qarshi chiqdi. U: "Ey xaloyiq, men ular, ya'ni musulmonlarning Uhud jang maydonida chiqishdan qilib qolganlarning birga to'planib chiqishidan ansirayman. Shunga qaytayli. G'alaba hamon bizga mansub. Qayta jang qo'zg'aganda urush chaqi bizga qarshi cho'rgilab qilib, kelishmaslik yuz berishidan amin bo'lg'il bo'lmaydi" dedi.
Biroq bu fikir mutlaq ko'p sondagi g'avg'ochilarning cho'qin surallari oldida tashlanib qoldi va buni qo'llaydiganga odam chiqmadi. Natijada Makka qo'shini Ravhadan ayrilib Madinaga hujum qilish uchun otlanishga tayyor bo'ldi. Lekin Abu Sufyan otlanish buyrug'i chiqarish oldida ushtumdud Ma'abad ibn Abi Ma'abad Xuzoi yetib keldi. Abu Sufyan Ma'abadning musulmon bo'lganligini uqmaydi. Şoňa u addila salam sahatdan keyin Ma'abad, yo'lda biror g'ayri ahvol uchratdingmi? deb so'radi. Bu chaqda Ma'abad uningga siyosiy hujum qo'zg'ab, Muhammadni sallallohu alayhi va sallam uchratdim. Ular sizlarni qo'g'lab shundoq ko'p qo'shin bilan chiqibdiki, men undoq qo'shin ko'rmagaydim. Ularning ko'zlaridan qisos o'ti uchqundab turibdi. Uhud jang'iga qatnashmaganlarmı qo'shilib chiqimdor bo'lganiga hasrat, nadomat chekib, mislsiz qahr g'azab bilan ilgirlab kelib yetibdi. Men undoq qaram talvalarni ko'rmaganman, deb javob berdi. Shuning bilan Abu Sufyan "Voy, Ma'abad, nim deydigansan?" deb cho'chib ketdi. Bu chaqda Ma'abad yanımı ilgirlagan holda hujum qo'zg'ab, "Azbroy Xudo, sen mush yerdan qo'zg'ilib bo'lguncha allaqachon otliq qo'shinlarning simosini ko'rib qolasan yoki mushu dövlarning keyindan otliq askarlarning qarisini ko'rib qolasan", dedi. Abu Sufyan "Biz texi Madinaga hujum qilib, oxirgi g'alabani qo'lga keltirishni o'ylashyotdik", degaydi. Ma'abad "Unda xiyolda bo'lma. Men sana kuyunib shundoq da'vatman", dedi. Buni anglab Makka qo'shinining irodasi bo'shab, badallarini titrak bosdi. Yuraklari eg'ib, putlari siyqirashga boshladi. Shunga ular ko'p bosh qatirib o'ltirmayla, xotirjamlik qo'shinni faqat Makkaga qarab davomli chekindirgandila hosil bo'ladi ekan deganni tunib yetdi. Lekin Abu Sufyan musulmonlar qo'shiniga qarata siyosiy hujum qo'zg'ab, ularni qo'g'lab zarba berish harakatini to'sig'ili bo'lmagandimi, qonliq to'qinishga tavakkul qilishdan saqlanishga da'vat qilmoqchi bo'ldi. Ular dahi Ravhadan ayrilmagan edi. Arablarning Abdul Qays qabilasining bir savdo karvoni Ravhaga kelib tushdi. Bu chaqda Abu Sufyan ular bilan uchrashib, "Mening bir omonatimni Muhammadga sallallohu alayhi va sallamga yetkazib qo'ya olamsizlar? Navoda Makkaga berib qolsanglar, men sizlarni quruq uzum bilan tartuqlayman", dedi. Ular ma'qul bo'libdi. Abu Sufyan "Undaq bo'lsa, Muhammadga aytib qo'yinglar sallallohu alayhi va sallam. Aytib qo'yinglarki, biz kaynimizga yenib uni va uning odamlarini tugutish, yo'qotish qaroriga keldik", dedi. Ve şu hamon qo'shinni harakatlantirib Makkaga qarab yurib ketdi. Shuning bilan karvon bir bisib, ikki bisib, oxir payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tushgan o'tangdan o'tdi va ularga Abu Sufyanning aytganlarini yetkazib, "Makkaliklar sizlarga qarshi odam to'plab etibdi. Ulardan hezi bo'linglar", deyishdi. Bu gap musulmonlarning iymonini ziyoda qildi. Ular "Bizga Alloh kifoya, u Allah ajab yaxshi vakil", deyishdi. Natijada ular Allohning fazli bilan qaytdi. Ularga hech yomonlik yetmadi. Ular Allohning roziligiga ergashdi. Alloh katta fazl egisidir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Hamraul Asadda 3 kun yakshanba kelib, dushanba, seyshanba va chorshanba, ya'ni Hijriyaning 3-yili Shavvolning 9, 10 ve 11. günleri turib ondan Madinaga qaytdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Hamraul Asaddan qo'zg'alish oldida shoir Abu Izzal Juhma oldingi Badri urushida asir tushib qilib, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uning kambag'alligi va qiz bolalarining ko'pligini nazarda tutib, buningdan keyin Rasulullohga va musulmonlarga qarshi hech kishiga yordam bermaslikka va hamqon bo'lmaslikka ahd ilib to'lamsiz qo'yatgan edi. Lekin u oldingi boblarda so'zlab o'tganimizdek ahdisida turmay qora yuzlik qilib, o'zining she'riy talanti bilan mushriklarni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga va musulmonlarga qarshi urush qo'zg'ashga kuch kiritgan va to'liq qurollanib, bu qitimqi Uhud urushiga qatnashish uchun chiqqanini tutib oldi. U payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldiga yalab ilib kelinibdi. U "Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam,
Mening gunohimdan o'tgin, menga yana bir qitim yaxshilik qilgin. Qizlarim uchun bo'lsimi meni qo'yib etgin. Men sana ikkinchi qitim qarshi harakat qilmaslikqa ahd beray, deb yolvorishga boshladi. Bu chaqda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Yo'q, endi sening Makkaga sog' salomat qaytib berib, Muhammadni sallallohu alayhi va sallam ikkinchi qitimni yana oldivetdim", deb peshonangni silab, ko'kolangni tarab yurishingga yo'l qo'yilmaydi. Mü'min odam chayon chaqqan to'shikka ikkinchi qitim qo'l solmaydi, dedi. Andin Zubayr roziyallohu anhuni buyurdimu yoki Osim ibn Sobit roziyallohu anhuni buyurdimu, birini buyurib uningga o'lim jazosi berildi. Shundaqla Makka payloqchilaridan yana bir payloqchi josusqa o'lim jazosi berilib, naq maydonda ijro qilindi. Bu payloqchi keyingi davrdagi Umayya xalifasining 3-xalifasi Abdul Malik ibn Marvanning ona taraf buvisi Muaviya ibn Mughira ibn Abil As idi. Vaqaning tafsiloti mundaq: Uhud jangi kuni urush oxirlashib, mushriklar Makkaga qarab yo'l olganda, Muaviya udul Madinaga kirib, bir navra inisi tog'isining o'g'li Osmon ibn Affan roziyallohu anhuning uyiga tushdi. Osman raziyallohu anhu uningga payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan vaqtlik amonlik iqomati, vaqtlik turish ijozati berishni o'tindi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga 3 kunlikla amonlik iqomati berib, navoda 3 kundan keyin chiliq tursa beshi ilindu deganni uqtirib qo'yib, Hamraul Asad jangga chiqib ketgan edi. Natijada musulmonlar qo'shini Madinadan ayrilib, Madina uningga bo'sh qilib edi. Bu payloqchi Madinada 3 kundan ortiq turib, Qurayshlar uchun material va axborot to'plab, toki musulmonlar qo'shinining oldi Madinaga qaytib kelgan. Ondan ostog'ini tikibetdi. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ahvoldan xabar topgandan keyin Zayd ibn Haris va Ammar ibn Yasir roziyallohu anhumalarni Muaviyani qo'g'lashga buyurdi. Bu ikkilan onun kendinden qoğlap yetip, ahir öldürüp yetip, qaytip geldi. Muşinandan qaraganda, Hamraul Asad uruşi ayrım, mustaqil bir uruş bolmasdan, belki onu Uhud uruşunun bir qismi ve tuluqlaması, şundaqla Uhud uruşi babının bir beti deyişke buludu. Xoş, mana bular Uhud uruşunun aldınqı tayarlıq basqıçı ve təfsili jarayonidir. Tədqiqatçılar bu jangning tarixini arqa ko'rinishi to'g'risida ko'p izlandi. Zodi bu mag'lubiyatmi yoki muvaffaqiyatmi? Har holda urushning oxirgi bosqichlarida Quraysh tarafining mutlaq ustunlikni egallaganligida gap yo'q. Chunki ular musulmonlarni jang maydonidan qo'g'lab chiqardi. O'lim yetim va shikastlik musulmonlarda og'ir ham fojialik bo'ldi. Bir bo'lak musulmonlar haqiqatan shikastli edi. Urush pallisida Makka doiralarining manfaati asosiy jihatdan ustun turdi va hokazolar. Lekin bu yerda bizni mushriklar tamoman ustunlikni egalladi deyishdan to'siydigan bundaq bir qancha turlik asosmi bor. Birinchi, Makka qo'shinining musulmonlar bargohini ishg'ol qila olmaganligi aniq. Ikkinchi, Madina qo'shinining mutlaq ko'p qismi jang saflari intayin qalaymaqon va chuvalchaqlashib ketgan ahvoldimi jon qutqizib qochish yo'lini tutmasdan, balki jon fidolik bilan urushib, oxiri qarorgohga to'planoldi. Jang ahvoli musulmonlar jang maydonidan talto'kis qo'g'lab chiqarish darajasiga berib yetmadi. Balki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir tarafdan urushib, yana bir tarafdan chekinib, tartiblik holda bargohga berib oldi. Musulmonlar tarafdan birmu odam dushman qo'liga asirga tushib qolmadi. Mushrik taraf musulmonlarning mollaridan hech narsani g'animat ola olmadi. Va yana ular musulmonlarning bargohiga 3-bosqichli hujumni qo'zg'ab, eng oxirgi g'albini qo'lga keltirishga jur'at qila olmadi. Eng muhimi ular jang maydonida shu davrlardagi g'olib kelguvchi tarafning odati bo'yicha 3-4 kun turib, o'z kuchini namoyon qilib ondan qaytmasdan, balki shikasta yegan taraf jang maydonidan ayrilib bo'lguncha ular oldirab terab jang maydonidan ayrilib bo'ldi.
Texmi ajablanarli yeri shuki, ular Madinadagi ayollar va bolalarni hamda mol-mulk va bog'-orollarni talon-taroj qilish uchun bostirib kirishga jur'at qilolmadi. Halbuki ular Madinaga bir qancha qadam olsa kiralaydi. Uning ustiga Madina butun lashkari kuch va boshqa mudofiya to'solg'ilaridan xoli edi. Muşlarning hammasi bizga shuni tushundirdiki, Quraysh taraf qo'rshab yo'qotish harakatida musulmonlar qo'shinini talto'kis yo'qotish maqsadiga asosiy jihatdan yetolmadi. Balki musulmonlarga zo'r chiqim va og'ir talofat yetkazish fursatiga erishdi. Musulmonlar yo'liqqan bundaq og'ir talofatlarni jangda g'olib kelgan taraf ko'p hollarda beshidan o'tkazadi. Mushlarni nazardan tutganda mushriklarning bu qitimqi g'alabasini g'alaba va nusrat degili bo'lmaydi albatta. Yana kelib Abu Sufyanning aldirab denab qo'shin chekindirib yonganligi, uning 3-maydon urush portilasa, mag'lubiyatning o'z odamlariga yuzinib qilishdan ansirayotganligini uqtirdi. Biz yana Abu Sufyanning Hamraul Asad urushidagi pozitsiyasiga qaraydigan bo'lsak, yuqorqi hukmimizning to'g'riligiga texmi zo'r ishonch bilan jazm qila olamiz. Qisqasi, bu urush ya'ni Uhud urushi har ikki taraf nusrat talofatdan o'z nisbisini olgan, balki har ikkisi urushdan yaltaygan, bir qitimliq oxiri chiqmagan urush bo'lib, bundaq urushni keskin bir taraf bo'lmagan urush deyishga bo'ladi. Mana bu hükmimizge Allah Taala'nın bunu ayeti delil bo'la oladi. Düşmanning orqasidan qo'g'lashga susluq qilmanglar. Agar sizlar qiynalsanglar, ular bu xuddi sizlarga o'xshash qiynaladi. Sizlar ular umid qilmaydigan narsani, ya'ni shahid bo'lishni, savobni va g'alabani Allohdan umid qilasizlar. Allah hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Qur'on Karim Sura Nisa 4-sura 104-oyat. Bu oyatda Allah Taala har ikki taraf yorilinish, dard alam chekinishda bir-biriga o'xshab ketadiganligini, har ikki tarafning ahvoli bir-biridan ko'p farqlanmaydiganligini va hech qaysisini g'olib kelguchi taraf degili bo'lmaydiganligini uqtirdi. Uhud urushidagi uzun mezgillik foyda manfaatlar. İmam İbn Qayyum rahimahullah bu haqda nihoyat tafsili to'xtaldi. İmam İbn Hajar rahimahullah mundaq dedi. O'limalarning birlikka kelgan qarashi shuki, Uhud urushida musulmonlarga yetgan ashu talofatlarga nurg'ulg'an uzun mezgillik manfaatlar va ilohiy sir hikmatlar yoshiringan. Birinchidan, musulmonlarga buyruqqa bo'ysunmay har kishi xohlagancha boshpattaqlik bilan ish ko'rishning yomon oqibati tunutib qo'yilgan. Chunki yuqorqi og'ir talofatlarning hammasi ashu o'qiyachi qismning payg'ambar sallallohu alayhi va sallam belgilagan o'rinni tashlab qo'yib, o'z bishimchilik bilan ish tutganligidan kelib chiqqan. Ikkinchidan, payg'ambarlarning ana shundoq siniladiganligi, ammo oxirgi hisobda g'alaba shularning bo'ladiganligi uqtirilgan. Bundaq sinashdan maqsad, agar ular davomli turda g'olib kelaversa, ularning qetiga mo'min emas kishilarni suqunib kirib olib, samimiy, sodiq, oq ko'ngil bandalarni pul, mol, nom, shuhrat va huquq mansabning qullaridan ayrig'ili bo'lmay qoldiganligi. Navoda davomli mag'lubiyatga yo'liqib, shikastlik yetiversa, Alloh taolaning payg'ambar avatishdagi maqsadini amalga oshmay qoldiganligi bildirilgan. Şuna Allah Taala'nın tədbir hikmeti səmimi və sadiq bəndələrini saxta və dili qara kazzablardan ayırış üçün qələbə və məğlubiyyətdən ibarət hər iki işnin otursunu birləşdirişini təqqaza qılğan. Alaylı. Munafiqlarning nifaq kesili bu vaqadan ilgiri musulmonlarga nama'lum idi. Bu vaqa yuz berivdi. Bu kasalga giribdor bo'lgan marazlar so'z harakati va amaliy pozitsiyasi orqali dilidagi yoshurun illatlarni oshkorladi va gap agitib ishki bisli qilib ifodalaydigan zaharxanda so'zlarini tap tortmasdan uchuq oshkora o'ttirg'a qo'yib jor soladigan bo'ldi. Bunun bilan musulmonlar o'zlarining ichki qismida, hatto tam qo'shnilari orasida o'zlariga tish tirnig'i bilan o'chmanlik qildigan dushmanlarning borlig'ini bilib oldi. Musulmonlar əmdi ularga nisbatan hər vaqt, hər zaman ehtiyatchan yo'l tutadigan, ularning suiqasd hil mikrlaridan hazar aylaydigan,
hoşyar turadigan bo'ldi. Aşu ulug'vor hikmetlerden yana biri shuki, ba'zi jang maydonlarida g'alaba nusratni kechiktirganda kishilarning irodasini sinig'ili bo'ladi. O'z-o'zini cho'ngchaqlab ketish xohishini tuzatgili bo'ladi. Alayli, bu qitim mo'min musulmonlar og'ir musibatga mubtalo qilinibdi. Haqiqiy mo'minlar sabr qildi. Munofiqlar Alloh tova chaqirib, qattiq aloqzada bo'lib tikivetdi. Cümleden yana Allah Taala özünün mümin bendeleri üçün rahat parağat diyarı bolğan cennetdə ali mərtəbə və mənzillərini tayarlığa idi. Amma bu mərtəbələrə erişiş üçün onların nam əməlləri kəmlik qılatdı. Şoňa Allah Taala onlarını aşu mərtəbələrə layiqlaşdırış üçün cəfası köp, amma savabı artıq əməllərini beca keltirishə orunlaşdırdı. Şu hikmetlerden yana biri shuki, Allah Taala öz düşmanlarini halak qilishni iroda qildi. Şoňa ularning halokatiga sababchi bo'ladigan kufurluq, tajovuzchilik va Allah Taalaning avliya, samimiy, sodiq va do'st bandalariga azor, kulfat yetkazish qatorliq yomon qilmishlarni qilishga muyassar qildi. Bu orqali mo'min musulmonlarni gunohidan pokladi. Mushriklarni halokat g'origa tiqib izini uchirdi. Shunday qilib, bu qitimliq kitob o'qishimiz bu yergacha bo'ldi. Kelar qitim ko'rishaylik. Xayr xo'sh, Allohga omonat.